AQSh razvedkasi Eronga hujumlar natija berishiga shubha qilmoqda. The Washington Post. AQSh razvedkasining fikricha, amerikaliklarning zarbalari Eronga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi va uning muzokaralardagi mavqei yumshashiga olib kelmaydi deya xabar berdi Washington Post. Nashr manbalarining ma'lumotlariga ko'ra, AQSh razvedka jamoatchiligida Washington va Tehron cheksiz urush va tinchlik siklida ushlanib qolgan deb hisoblanmoqda. Trumpning zarbalar ko'lamini kengaytirish yo'nalishi esa shtatlarning o'zida nizoning tanqid qilinishi fonida siyosiy xavflarni keltirib chiqaruvchi berk ko'cha holatiga olib keldi. Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazasiga berilgan Eron raketa zarbasidan keyingi holat aks etgan videolar paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, ushbu video AQSh harbiy xizmatchilari tomonidan tasvirga olingan. Hormuz bo'g'ozi Eronning tarixdagi eng yirik strategik muvaffaqiyatiga aylandi. Isroilning Ma'rif nashri shunday yozmoqda. Hormuz bo'g'ozi Eronning butun tarixdagi eng yirik strategik muvaffaqiyatiga aylandi. Hormuz bo'g'ozi Donald Trump ma'muriyati yashirinishga urinayotgan AQShning dengizdagi mag'lubiyatini anglatadi deyiladi bayonotda. AQSh Eronga zarbalarni to'xtatmaguncha Hormuz bo'g'ozi yopiq qoladi. Fars agentligi. Isroil AQShning Eronga qarshi to'liq miqyosli zarbalarni qayta boshlashga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Wall Street Journal nashr ma'lumotlariga ko'ra, Isroil maxsus xizmatlari Washingtonga Eronni uranni boyitish uchun mo'ljallangan sentrifugalarni Natanz yaqinidan taxminan 140 metr chuqurlikdagi yer osti tunnellarga ko'chirilgani haqida razvedka ma'lumotlarini topshirgan. Isroil bu holat AQShni yangi, yanada keng ko'lamli harbiy amaliyotga undashidan umid qilmoqda. Farid Zakariya Xitoyni AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushdagi asosiy g'olib deb atadi. Amerikalik jurnalist AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi urushda asosiy g'olib Xitoy bo'lganini ma'lum qildi. Xitoy birorta ham o'q uzmadi va umuman olganda ushbu urush davomida deyarli hech narsa qilmadi. U Eron neftini sotib olishda davom etdi. Fors ko'rfazini nazorat qilishga urinmadi va sokin diplomatiya bilan shug'ullandi. Urush yakunlariga ko'ra, Xitoy o'z maqsadlarining barchasiga erisha oldi. Arab mamlakatlarining AQShga qaramligini kamroq darajaga keltirdi hamda o'zini jiddiy va vazmin xalqaro kuch sifatida namoyon etdi. AQSh va Isroil hujumlariga qaramay, Eron raketalari tezroq va takomillashganroq bo'lib bormoqda. The Wall Street Journal nashrining qayd etishicha, AQSh rasmiylari Eron o'z harbiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatini saqlab qolgan deb hisoblaydilar. Rizo Pahlaviy Eron masalasida xorijiy aralashuv zarur ekanini aytdi. Bunday aralashuv yo'qotilishi mumkin bo'lgan ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishga yordam berishi mumkin dedi Eronning sobiq valiahdi.